Assalomu alaykum Doniyorbek o'z kanalining obunachilari. Namangan tuman Teporon qishlog'idamiz obunachilar mana. Mana bunda to'g'ri qo'ylarimiz keldi obunachilar mana. Qur'onga so'ysa ham bo'laradi, bolasini olib yuraman degan obunachilarimizga mana haqiqiy qo'ydi. To'g'riladi. Zo'rlaridan keldi. 6 bosh obunachilar mana. Ko'ring obunachilar. Muhammad Ali polvonni qo'ydi. Ay vaqt qo'ying. Mana obunachilar. Mana shekilli arashanimiz egiz bitta qo'ydi bolasi. Qo'llari kashdan mana. Mana obunachilar ko'ringlar. Tozalaridan keldi mana. Bo'ylarini 80 ga beramiz obunachilar mana. Ko'ringlar. Ikkalasi egiz bir qo'ydi bolasi mana. Razrezlari ham o'ta joyida. Dumbalari ham ikki ayri dumbasi obunachilar mana. Ko'ringlar jonivorlarni. Mana quloq boshlari ham butun obunachilar mana. Haqiqiy maza qilib boqadigan bitta obunachimiz qo'ydi mana. Toza kashtanlarida. Ikkita arashan, 4 ta kashtan edi obunachilar mana. Bitta suyakchan variantidan mana. Muhammad Ali qo'ymay turing. Mana obunachilar ko'ringlar. Bitta razrezlari ham o'ta joyida. Mana obunachilar. Shu dumboshlari ham ikki ayri dumbasidan maza qilib boqaman degan obunachilarimiz qo'ydi. Qur'onga so'ysa ham bo'laradi, bolasini olib yuraman degan obunachilarimizga haqiqiy qo'ydi. Zot yaxshi. Shu razizlar buni quloqlarini ham, yeb ichlari ham o'ta dahshat qo'yiladi. Toza kashtanlardan obunachilar. Ikkala arashanimiz ham o'ta sifat mana jonivorlar. Mana obunachilar. Zo'roqdan olib ko'rsataylik mana. Ayak qo'llari ham ne uchun sifat qo'ygan. Eski qo'y bu, yangi barra emas obunachilar mana. Ko'ringlar jonivorlarni haqiqiy. Maza qilib bolasini olib yuraman degan obunachilarimiz qo'ydi mana. Shu aka-ukalarimiz, xodimlarimizga mana obunachilar qo'ylar haqiqiy o'ta joyida qo'ylar. Mana obunachilar. Juda oğlum, teke juda. Juda. Mana obunachilar. Qo'l to'xtaychi, to'xtab tur oğlum. Mana obunachilar ko'ringlar jonivorlarni. Yuzlari ham o'ta tozalaridan obunachilar mana. Telefon bilan aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 046 36 15 obunachilar mana. Mana obunachilar telefon bilan aloqa chiqarasizlar. Manzil Namangan tuman Teporon qishlog'ida turibdi obunachilar. Kelib ko'raman degan obunachilar lekin tashab beramiz, kelib ko'rasizlar obunachilar. Davom bor bitta, bir martalik emas bu. Xohlasa davom etinglar. Obunachilar. Bular narxiga kelsa obunachilar bular narxini 3,5 million so'mdan qilib beramiz. Bir joyda oladigan obunachilarimizga 3,5 million so'mdan azradan xayriga o'tgandan joyi bor, telefon bilan aloqa chiqarasizlar obunachilar. Video jo'natgan kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.